Yarı klastermi? Sherzakani klaster, payar klaster? Ha, viloyat prokurori o'zarman akaman. Ha, Dilshod emasmi? Familiyam Musarraf aka. Emas, eshiting. Bunday bo'ldi aka, qarang. Men payarada mana xabarlaring bor, prezident qaror chiqqan, hamma narsa agro onlayn bo'yicha onlayn sotyapti, birjaga chiqaryapti paxtani. Men bolalarim o'tiribdi, shuni tugatish kerak, muddati bor, fermerlarni shartnoma tuzdiryapti, birjani agro pul to'latyapti. Bugun telefon qilib tanishimda yangi klaster olyapti ekan. Paxtani narxini qimmat shunchani olamiz deb fermerlar shunaqa gap so'z bo'lyapti. Keyin men Shunqoraga chiqdim, zam hokim Shunqoraga. Shuna klaster ochib dedim, Shunqora xabarim yo'q dedi. Keyin bolalarga chiqdim, aytdim, kim u dedim, aniqlamaysan dedim. Keyin Ahmadmi deganda telefonni berdi. Bu fermerlarga borib aytyapti, biz klaster ochdik. Ertaga shartnoma qilamiz dedi. Fermerlar aytyapti, onlaynga qo'ymay turaylik buni deb turib, keyin tayin so'rayapmiz bizlar. Chaqirgan, tuman ham chaqirgan ekan, tuman ham shug'ullan, tuman ham gaplashgan. Bugun men pulsiz bo'lmadim. Shunaqa gap bo'lgan, tuman ham aytyapti. Nima bo'lgan desam, shunaqa bo'lgan. Keyin men aytdim, "O'l, to'xta, men o'zim bir gaplashayotgan" dedim. Keyin gaplashdim. Mana bu kim ekan, o'zi nima ekan, Shunqoradan xabari yo'q ekan. Bu yerda endi tumanga ertaga kelsa, keyin gaplashamiz boshqa. Men aytdim, oldin aytib, "Yo'q, meni oldimga kelmanglar. Bu gaplashadigan narsa masala bu yerda hal bo'lmaydi. Ana agar onlayn platformaga kiritasizlar, ana undagi broker birjaga chiqib, birjada sizlarning familiyalaring yo'q, Samarqandda klaster degan maqomlaring yo'q hozir. Ochinglarda keyin tumanga boringlar. Hozir borib xalqni chalg'itmanglar. Fermerlarni naqd fikrni buzmanglar" deb aytdim-da men unga. Bu barakat kecha meni oldimga keldi dedi. Shunqoraga aytdi. Shunqoraga bilan gaplashdim keyin. Kelib turib menga uchrashdi dedi. "Sog'lik, akashimiz. Kelib uchrashdi dedi. Menga shunaqa klaster ochmoqchiman" deb aytdi. Men aka, ularga aytdim dedi. "Men kimman? Men klaster ochib vakolatim yo'q aka. Qolmen bo'lmasan" deb aytdi menga. Chiqdim so'radim, Shunqoraga bilan gaplashgan ekan dedi. Shunqoraga bu 200 ochilgan ham qilgan boshqa Shunqoraga keldi dedi. "Men dedi aka kimman" dedi. "Men Shunqora, men dedi klaster ochmay vakolatim yo'q" dedi. Ularga shunaqa deb aytdim dedi. Kimligini men bilmayman. "Yo'q" deb aytdi. "Xabarim yo'q" deb aytdi. Keyin aka, siz bolalaringizga chiqsam, siz bolalaringiz aytdi. "Xabari bor, kecha borganmiz" dedi. Shunqoraga aytyapti, gaplashgandan keyin Shunqoraga gaplashgan ekan, siz olib kelgan ekaningiz, Shunqoraga keldi. Lekin men hech kim emasman. Klaster ochgan yo'q ekan hali. Faktingiz bo'lgan yo'q deb aytyapti-da u.